Amir Temur. Temur tuzuklar kitobi. 2-qism. Mening saltanatimda kimki mukofotga loyiq ish qilsa, mukofotsiz qolmaydi. Jazoga loyiq ish qilsa, jazosiz qolmaydi. 2-qism. 1-kitob. Kengashlar va tadbirlar. O'zga mamlakatlarni zabt etish, ularni idora qilish, g'anim lashkarlarni sindirish, dushmanni tuzoqqa tushirish, muxoliflarni ko'nglini ovlab do'stga aylantirish, do'st-dushman orasida muomala, murosa-yu madora qilish xususida ushbu kengash va tadbirlarni qo'lladim. Pirim menga yozmishlarkim, Abul Mansur Temur saltanat ishlarida 4 narsaga amal qilgin, ya'ni birinchisi o'zing bilan kengash qil, boshqalar bilan mashvarat va maslahat ayla. 3-si hushyorlik va mulohazakorlik bilan qat'iy qaror chiqar. 4-si ehtiyotkor bo'l, chunki kengash va mashvaratsiz saltanatni barcha qilgan ishlari yu aytgan gaplari xato bo'lgan johil kimsaga qiyoslash mumkin. Uning so'zlari va qilmishlari boshga pushaymonlik ila nadomat keltirgay. Shunday ekan, saltanatni boshqarishda mashvarat va maslahat va tadbir bilan ish yuritgin, toki oqibatda nadomat chekib pushaymon bo'lmagaysan. Ya'ni shuni ham bilginkim, saltanat ishlarining bir qismi sabr va toqat bilan bo'lg'ay. Ya'ni bir qismi esa bilib bilmaslikka, ko'rib ko'rmaslikka solish bilan bitur. Xullas, tadbirlardan ogoh qilingandan keyin shuni aytish joizdirkim, qat'iylik, hushyorlik, ehtiyotkorlik, shijoat va sabr chidam bilan barcha ishlar amalga oshirilgay. Vassalom. Bu maktub menga yo'l boshlovchi yangilik rahnamolik qildi. U menga saltanat ishlarining 9 ulushi mashvarat, tadbir va kengash, qolgan bir ulushi esa qilich bilan bajo keltirilishini anglatdi. Donishmandlar demishlarkim, o'z o'rnida qo'llangan tadbir bilan ko'plab lashkarning qilichi ojizlik qilgan har qanday mamlakat darvozasini ochib, favj askarlarni yengib bo'lur. Tajribamdan ko'rilgankim, asmi qat'iy, tadbirkor, hushyor jang ko'rgan, mard shijoatli bir kishi 1000 ta tadbirsiz, loqayd kishidan yaxshiroqdir. Chunki tajribali bir kishi minglab kishiga ish buyuradi. Men yana tajribamda ko'rdimki, g'anim lashkarni yengish qo'shinning ko'pligi bilan emas, mag'lub bo'lish esa sipohning kamligidan bo'lmaydi, balki g'olib bo'lmoqlik Tangrining madadi va bandasining tadbiri bilandir. Chunonchi men kengashib va tadbir yuritgan holda 243 kishi bilan Qarshi qal'asi ustiga yurdim. Amir Muso va Malik Bahodir 12,000 otliq askar bilan qal'a va uning atrofini qo'riqlamoqda edilar. Lekin Tangri taoloning yordami yetib, o'zim qo'llagan to'g'ri tadbirlarim orqali Qarshi qal'asini egalladim. Shundan so'ng Amir Muso va Malik Bahodir 12,000 otliq askar bilan ustimga bostirib kelib, meni Qarshi qal'asida qamal qildilar. Men Tangrining madadi-yu inoyatiga ishonib, tadbirkorlik va ehtiyotkorlik ishlatgan holda qal'adan chiqib, qulay fursatlardan bir necha marta jangga kirdim. Pirovardida shu 243 yigitim bilan 12,000 otliq g'anim lashkarni mag'lubiyatga uchratdim va ularni bir necha farsang yergacha quvib bordim. Yana tajribamdan o'tmishkim, garchi ishning qanday yakunlanishi taqdir pardasi orqasida yashirin bo'lsa ham, aqli raso va hushyor kishilardan kengash va tadbir istab, fikrlarini bilmoq lozimdir. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam unga Tangrining marhamatlari va salomlari bo'lsin. Aytganlaridek, har bir ishni qilishga kirishar ekanman, avval obdon o'ylab, amirlarim bilan kengashdim. Maslahatchilar va kengash ahli yig'ilganda oldimizdagi ishlarning
yaxshi yomon, foyda yu ziyon tomonlari, ularni amalga oshirish, oshirilmaslik haqida so'z ochib, ulardan fikr so'rar edim. So'zlarni eshitgach, ishning har ikki tomonini mushohada qilib, foyda ziyonlarini ko'nglimdan kechirardim. Uning xatarli tomonlariga ko'proq e'tibor nazari bilan qarardim. Qaysi bir ishda ikki xatar mavjud bo'lsa, uni bajarishdan voz kechardim va bir xatarlik ishni ixtiyor etardim. Chunonchi shunga ko'ra Tug'luq Temurxonga to'g'ri yo'l ko'rsatganman. Uning amirlari Dashti Jetada isyon to'g'inini ko'targanlarida mendan maslahat so'radi. Unga shunday dedim: agar g'animni sindirish uchun bir faj askar yuborsang, oldingda ikki xatar bordir. Agar o'zing olib borsang, bir xatar mavjud. U mening maslahatimga kirib, Dasht tomon o'zi borib edi. Men aytgandek bo'ldi. Ishlarimning barini kengash bilan yurg'izib, uni bitirishda to'g'ri tadbir qo'llar edim. Bir ishga kirishmay turib, undan chiqish yo'llarini o'ylab qo'yar edim. Uni to'g'ri tadbir, qat'iy jazm, sabr, chidam ko'rsatib, ehtiyotkorlik bilan uzog'ini o'ylab, ortini esdan chiqarmagan holda oxiriga yetkazardim. Yana tajribamdan o'tkazimki, kengash ahli birlik, ittifoqlik bilan so'zda sobit, ishda chidamli bo'lishlari shartdir. Qilmoqchi bo'lgan ishlarini qilmasdan qoldirmasinlar. Agar biror ishni qilmaslikka so'z berar ekan, uning yaqiniga ham yuramasinlar. Tajribamdan ma'lum bo'ldiki, kengash ikki turli bo'lur. Biri til uchida aytilgani, ikkinchisi dildan chiqqani. Til uchida aytilganini shunchaki eshitardim. Dildan aytilgan maslahatni esa qalbim qulog'iga qo'yardim va dilimga joylardim. Agar g'anim ustiga lashkar tortmoqchi bo'lsam, urush yarashdan o'rtaga so'z tashlab, amirlarim ko'ngillarining bu ikkovidan qay biriga moyilligini bilishga intilardim. Agar yarashdan so'z ochsalar, buning foydasini urush ziyoniga solishtirib ko'rardim. Agar urushga moyil bo'lsalar, uning naf va foydasini yarash ziyoniga taqqoslab ko'rardim. Qaysi biri foydaliroq bo'lsa, shuni ixtiyor qilardim. Sipohni ikkilantiradigan, turumsiz kengashni eshitishdan saqlanardim. Kengash ahlidan kimki kuyunib maslahat bersa, quloq solardim. Kimki oqilona gaplarni matlarcha keskinlik bilan so'zlasa, uni diqqat bilan tinglardim. Har kimda so'z olib kengash so'rar edim, lekin aytilgan har bir maslahatning yaxshi yomon tomonlarini haqida o'ylab ko'rgach, to'g'ri va savoblirog'ini tanlab olardim. Chunonchi Chingizxon avlodidan bo'lmish Tug'luq Temurxon Mavrunnaqr mulkini bosib olish qasdida qo'shin tortib, Xo'jand suvidan kechib o'tgach, menga Amir Hoji Barlos va Amir Boyezid Jaloyir nomiga yorliq jo'natib, uning huzuriga borishimizni talab qilgan edi. Ular men bilan kengashdilar. O'z el ulusimiz bilan Xorasonga ketaylikmi yoki Tug'luq Temurxon qoshiga boraylikmi? Men ularga bunday yo'l ko'rsatdim. Tug'luq Temurxonning huzuriga borsangiz ikki foyda, bir ziyon bordir. Xorason tomonga o'tib ketishning esa ikki ziyoni, bir foydasi bordir. Ular mening kengashimga kirmadilar va Xorason tomonga ketdilar. Men ham Xorasonga yoki bo'lmasa Tug'luq Temurxonning qoshiga bormasligimni bilmay ikkilanib qoldim. Shu hol asnosida berimdan maslahat so'rab xat yozgan edim. Ushbu mazmunda javob yozib yubordilar. 4-xalifadan unga Tangrining karomi marhamati bo'lsin. Bir kishi so'rabdiki, osmon kamon, yer kamon ipi, hodisalar o'q yoy bo'lsa, insonlar o'q yoylarga nishon bo'lsa, otguvchi esa buyuk va qudratli Xudoy taolo bo'lsa, odamlar qayerga qochadilar? Xalifa javob qilib, odamlar Tangrining qoshiga qochsinlar, debdi. Shunga o'xshash sen ham hozir Tug'luq Temurxonning oldiga qochg'il va qo'lidagi o'q yoyini tortib olg'il. Bu javob kelishi bilan ko'nglim ko'tarilib, yuragim bundan quvvat oldi va Tug'luq Temurxon qoshiga borishga ahd qildim.
Lekin biron ishni qilmoqchi bo'lsam, kengashib olgach, keyin Qur'ondan fol ochardim va Qur'on hukmi bilan ish qilur edim. To'liq Temirxon oldiga borishdan avval Qur'onni ochsam, sura Yusuf chiqdi va Qur'onni Majid hukmiga amal qildim. To'liq Temirxon bilan uchrashgandan so'ng ko'nglimga kelgan birinchi kengashim. To'liq Temirxon sarkardalari Bekkichik, Hojibek Arkanut, Ulug' To'q Temur Kerayit va Jeytaning boshqa amirlaridan 3 favj tuzib, Mavrunnahar mamlakatini talon-toroj qilish uchun yuborgani, o'sha 3 favj qo'shini Xuzor degan joyga kelib tushgani haqidagi xabar mening qulog'imga yetdi. Shunda To'liq Temirxonni borib ko'rishdan ilgari bu ochko'z amirlarni mol-dunyo bilan mahliyo etib, Mavrunnahar viloyatini qatl-u qaroatdan qutqarib qolishga qaror qildim. Tilga olingan amirlarni ko'rganimda ularni haybatim bosdi shekilli ortiqcha iltifotlar ko'rsatib, hurmatimni bajo keltirdilar. Ularning ko'zlariga o'xshash ko'ngillari ham tor bo'lganidan sovrun yo'sinida berilgan har turli tansiq mollar ko'zlariga ko'p ko'rindi va Mavrunnahirni bosib olish, talon-toroj qilish niyatidan qaytdilar. Shundan so'ng borib To'liq Temirxon bilan ko'rishdim. Xon kelishimni yaxshilikka yo'yib, saltanat ishlarida mendan kengash so'radi. Ko'rsatgan kengashlarimni to'g'ri deb topib, barchasini qabul qildi. Shu asnoda To'liq Temirxonga xabar keltirdilarki, yuqorida aytilgan 3 favj amirlari mahalliy xalqdan naqd pul va sovrinlar olib, ular bilan kelishmishlar. Xon shu andayoq mol-mulk bilan naqd pullarni qaytarib olish uchun vakil tayin qildi va amirlarni bundan buyon Mavrunnahirga borishlarini man etdi. Mansablardan bo'shatdi. O'rinlariga Hoji Mahmudshoh Yusuriyni tayinladi. Bu haqda amirlar xabar topgach, dushmanlik bayrog'ini ko'tarib, yurtlariga qaytib ketdilar. Yo'lda xonning devonbegi va bosh maslahatchisi bo'lmish O'ronxo'jani uchratdilar. Uni ham o'zlariga og'dirib olib, Jetta tomon yuzlandilar. Aynan shu vaqtda To'liq Temirxonning Dashta Qipchoqdagi amirlari ham isyon to'g'inini ko'targani haqida xabar olindi. Bundan xon tashvishga tushdi. U men bergan maslahatga ko'ra Jetta tarafga yo'l oldi. Mavrunnahirni esa menga qoldirdi va bu xususda yorlig'u ahdnoma yozib berdi. Amir Qorachor No'yonning Mavrunahirdagi tumanini ham menga topshirdi. Men butun Mavrunnahir viloyatiga to Jayhun daryosining sohillarigacha cho'zilgan yerlarga hukmron bo'ldim. Davlat va saltanatimning boshlanishida eng avval qilgan kengashim shul edi. Men tajribamdan shuni bildimki, 100 ming otliq askar qilolmagan ishni bir to'g'ri tadbir bilan amalga oshirish mumkin ekan. Ikkinchi qism yakunlandi. Ovozlashtirdi Qobilov Javohir.